Qarshi harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan Qarshi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Unda viloyat harbiy xizmatchilari hamda soha xodimlari ishtirok etdi. Tafsilotlar muxbirimizning hozirgi lavhasidan o'rin olgan. Mazkur tadbir har yili harbiy xizmatchilar o'rtasida o'tkazilib kelinadi hamda yakunda g'olib jamoalarga Qarshi harbiy prokurori kubogi topshiriladi. Bu yilgi tadbir ham Yoshlar ittifoqi kengashi, Qarshi harbiy prokuraturasi va Janubiy harbiy maxsus harbiy okrugi hamkorligida tashkil etilib, unda Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, bojxona boshqarmasi, ichki ishlarga qarashli qorovul qo'shinlari hamda Oliy harbiy aviatsiya instituti harbiy xizmatchilar jamoalari o'zaro bellashishdi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mana shu yosh harbiy xizmatchilarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, intellektual salohiyatlarini oshirish, kuch va g'ayratlarini yanada yuksaltirish, kitobga bo'lgan qiziqishlarini orttirish maqsadida tashkil etilgan. Yakunda g'olib bo'lgan jamoalarimiz Qarshi harbiy prokurori kubogiga sazovor bo'ladi. Qarshi prokurorining kubogi zakovat intellektualda birinchi ishtirokim. Bundan oldingi ishtiroklarim boshqa zakovat o'yinlarida bo'lgan. Va hozirgi o'yin menga o'zgacha ruh, o'zgacha kayfiyat baxsh etmoqda. Bu o'yindagi savollar qiyinlikka qiyin, lekin bilgan odam uchun, mantiqan fikrlashni yaxshi biladigan odam uchun unchalik qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki biz bu sohada zakovat intellektual o'yinlarida birinchi marta qatnashmayapmiz va savollar fikrlasa javob chiqadigan yoki bilsa qiyin bo'lmagan savollar. Shuning uchun bizga unchalik qiyinlik qilgani yo'q. Bellashuvlar yakunida birinchi o'rinni Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari qo'lga kiritishgan bo'lsa, ikkinchi o'rinni Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti harbiy xizmatchilari hamda uchinchi o'rin Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi harbiy xizmatchilariga nasib qildi. Shuningdek, g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritgan jamoalarga esdalik uchun diplom va sovg'alar hamda Qarshi harbiy prokurorining kubogi topshirildi.